Assalomu alaykum aka-ukalar. Mana navbatdagi darvozamiz kraskaga sepib bo'ldik. Lislariga keladigan bo'lsa, ikkilik bo'ldi. Ikkinchi qavat mana yer yong'oq list bo'ldi. Bir tepalari ikkilik listda 2 qavat bo'ldi. Darvozamiz razmeriga keladigan bo'lsak, bo'yi 340, eni 3,5 metrga tayyor bo'ldi. Mokraspa, svetda devo kraskalar sepib berdik. Mana bu eshigi. Mana bu katta qanoti. Aka-ukalar, kimga shunday temir darvoza xizmati kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Bizning manzilimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani. O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Bu darvozamiz narxiga keladigan bo'lsa, kvadrati 1,200,000 so'mdan tayyorlab berdik. Toshkent vodiy bo'ylab dostavka uстановка shu narxning ichida. Albatta baho tomonlarga kelishamiz. Stoykalarga keladigan bo'lsak, 8x8 ikkilik stenada bo'ldi. Taglari shiveller. Zamoklarni zobur zamak qo'yib berdik. Ertaga uстановка qilib yana bir videolarni qo'yamiz. Qanday holatda uстановка bo'lganini. Darvozamiz ko'rinishi. Darvozamiz общий summasi keladigan bo'lsak, 12,5 million so'm bo'ldi. Aka-ukalar, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar.